Hani Aydarko'lga kelguncha nech pul rasxod qildik va qanaqa qiyinchiliklarga uchradik, videoni oxirigacha ko'ring, hammasini gapirib beraman. Biz Jizzaxga cho'ntagimizga 500 ming so'mdan solib yetarmikan deb kechasi yo'lga chiqib ketdik. Va ertalab 5 da Jizzaxga yetib borib, kallamda keladigan Jizzax somsalar dedik va bu bizga 197 ming so'mga tushdi. Va jitcha xulab dam olganimizdan keyin bizning oliy maqsadimiz Aydarko'l tomon yurishni boshladik. Va yo'limizdan birinchi bu manzara va keyin bu manzara chiqib bizni xursand qildi. Lekin biz adashib yomon yo'ldan yurib qo'yib ancha asabiylashdik. Lekin to'g'ri va tekis yo'ldan yurganimizda menimcha bu manzaralarni ko'rmasdan qolardik. Va Aydarko'lga jitcha qolganda qornimiz ochib kavob yeyishga qaror qildik va bizga bu qarorimiz 230 ming so'mga tushdi. Kavob yeb bo'lgandan keyin biz ko'zlagan maqsadimiz Aydarko'lga yetib borib 3 kishi hamda mashinamizga 50 ming so'm to'ladik. Va bu joyda 3 soat davomida mazza qilib cho'milib, mazza qilib dam olib uyga qaytdik. Mayda-chuyda xarajatlar va zapravkadan tashqari 500 ming so'mdan 100 ming so'm orttirib ham qoldim. Ya'ni men orttirib qoldim, akalarni bilmadim.